Barchalarga assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimgidek Boslug'is kanal do'stlar. Bugungi video roligimiz PUBG Mobile'ga tekin UC ishlash haqida bo'ladi do'stlar. Video boshlashdan videomizga maksimal like va kanalimizga yangi bo'lsangiz, albatta obuna tugmachasini bosishni unutmang, chunki sizlar qidirgan barcha turdagi foydali va content maker videolar bizning kanaldan topishingiz mumkin. Demak, ko'p kuttirmasdan do'stlar, biz videomizni boshladik. Birinchi qilgan ishimiz Play Market ilovasiga kira olamiz va qidiruv bo'lmaga Earner UC deb qidiramiz. Earnerda UC qidirganimizdan so'ng esa mana shu programmani yuklab olamiz. Bu programma Android versiya uchun ishlab chiqarilgan, iPhone versiya uchun emas. Bundan tashqari bu programmani boshqa yana ko'rishingiz mumkin. Bu haqida ham video chiqarganman. Pubuk Kode haqida ham, ya'ni Pubuk Kode mana shu programma haqida ham video chiqarganman. Bu ham Play Marketda ikkita programma UC 100% to'laveradi. Birinchisi mana shu Pubuk Kode degan programma, lekin bunda UC ishlash juda ham qiyin. Bu haqida men video chiqarganman. Agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, qiziq ko'rsangiz. Endi osonroq yo'li bor. 100% UC to'lab beradigan navbatdagi programmadan biri UC Earner bo'limi. Bu programma 100% UC'ni to'laveradi va ishlash ham juda oson. Lekin programmada reklama soni juda ham ko'p. Shuni hisobiga UC'ni 100% qilib va iloji boricha tezroq to'lab berishga harakat qiladi. Xo'p, ushbu ilovani yuklab olasizlar va men yuklab olganman. Men kecha yuklab olganman. O'ynash bo'limini bosasizlar. O'ynash bo'limini bosganingizdan so'ng esa bu yerda mana bunaqa sekund sanaydi va sekund sanagandan keyin ozgina kutasizlar. Reklama juda ham ko'p, lekin agar bank formasi xudo xolisa videomiz chiqadi. Va bu yerda no thanks deb bosamiz. Bosganimizdan so'ng esa mana bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda sizlarda mana bu yerda 0 turgan bo'ladi, o'zini coin'i. Menda esa 404, men kecha yuklab olganman. Gazeta yarim soat ishladim, lekin ozgina vaqtim bo'lmaganlik sababli uncha ko'p vaqt ajrata olmayapman. Ko'rgan bo'lsanglar, video ham даже 12 kunda bir marta chiqyapti. Iloji boricha harakat qilyapman va xudo xolasa yanvar oyidan boshlab hammasi o'z joyiga qaytadi va har 7-6 kundan keyin videolarni chiqarishda davom etamiz. Xo'p, bu yerda ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 14900 1490 ga bu yerga 300 xarid qilsangiz bo'ladi. Men aytgancha bu programma o'tgan yil men UC chiqarganman 100%. Siz meni oldingi obunachilarim bo'lsa ko'rgan, Telegram kanal storiyasiga yoki Instagram storiyasiga qo'yib borganman. Bu yerda ko'rishingiz mumkin 2790 ga 60 UC, 180 va 900 UC gacha bor bu yerda. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, agar masalan UC buni tepadagi tangani yig'sanglar, mana bu yerda UC chiqara olmasangiz, to'lab bermasangiz, support bo'limiga bog'laysiz, обязательно UC sizga tashab beradi. Lekin bundan oldin esa bu yerda siz coin yig'ishingiz kerak. Bu yerda sizlarda 0 turgan bo'ladi. Mana shu holatda kuniga birinchi bo'limi daily bonus degan joyi bor. Bu bonus orqali sizlar ustiga bosib reklama chiqadi. Reklama ko'rganingizdan keyin ikkisi bosib chiqqaningizdan keyin sizga 10 tanga taqdim etiladi va bu faqat bir kunda bir marta bo'ladi. Men buni hozir olib ko'raman. Va mana do'stlar, reklama ko'rib oldim. Endi ikkisi bosamiz. X bosganimizdan so'ng esa yana X bosamiz. Mana shunday holatda mana ko'rishingiz mumkin 404 edi. O'sha hozir claim qilish uchun ham даже reklama ko'rishingiz kerak. Reklama ko'rib videoni davom etaman. Va mana do'stlar, bonusimizni ham oldik. 414 bo'ldi, 404 dan. Va endi asosiy qiladigan ishlaringiz bu yerda Get More Coins bo'limi bor. Hozir bu bo'limni ustiga bossam yana reklama chiqadi. Endi video bugungi videomiz pauzalardan iborat bo'ladi, chunki bu reklamani o'zi yetib ortadi. Xo'p, ozgina pauza qilib reklamasini ko'rib, hozir ko'rsatib o'tib ketaman qanday bo'lim ochilishini. Va mana bo'limlar ochildi. Reklama ko'rganingizdan so'ng esa bu yerda ikkita yo'l bilan ishlasangiz bo'ladi. Captcha task bilan Watchno shunchaki reklama ko'rib ishlaysizlar yoki captcha qilib bajarasiz ishlaysizlar. Hozir ikkalasini men o'rgatib o'tib ketaman. Bu yerda endi biz captcha taskda bosib olamiz. Bizda yana shu reklama video davom etamiz pauza. Va mana do'stlar, oyna ochildi, captcha oyna. Bu yerda sizlar mana bunaqa son beradi. Va bu sonni sizlar enter text bilan share sonni bu yerga ko'chirib olasiz. Xatosiz ko'chirib olib, bo'lmasam bermay qo'yadi. Shuncha reklama qilgan vaqtingiz ketib qoladi. Ya'ni 1 daqiqa vaqtingiz. Xo'p, buni bajarganingizdan so'ng esa Vestavli bosib reklama chiqadi, claim chiqadi. Claimni olish uchun ham ikkita reklama ko'rib olasizlar bu narsani. Minimalga 5 ta tanga beradi, maksimalni 20 ta tanga beradi. Xo'p, hozir bu yerga endi biz bergan sonini kiritib olamiz. 106 79 47. Mana bu son to'g'ri kiritganingizga ishonch hosil qilib, bu yerda keyin reklama ko'rishda bosasan, validateni shunaqa. Shuni bosib, hozir videoni davom etamiz. Mana do'stlar, bu captcha uchun bizga 11 tanga taqdim etilyapti. Endi buni claim qilamiz, ya'ni yechib olishimiz kerak balansimizga. Claimga ham shu reklama. Va mana do'stlar, reklamasini ko'rib oldik. Ikkita bosib, mana claim qilib oldik. 414 edi, 425 bo'ldi. Mana shunday holatda bu bo'limni ishlab borasizlar, reklama ko'rib. Va endi ikkinchi bo'limga o'tamiz. Watchno bosamiz. Hozir bizda yana reklama bo'limi chiqadi. Va mana do'stlar, client endi bosish uchun yana reklama.
Juda usta. Ana shunaqa ishlar shu. Mana shu reklama orqali bular ham pul topadi, daromad qiladi. Daromadining 10-15% mana shu yuziga sarflaydi. Yana biz uchun. Biz ko'rgan yuzimizga. Xo'p, endi mana bu yerda claim va yana reklama. Va reklama ko'rib bo'ldik. Yana tepadan X ni bosamiz va claim bosamiz. Uje 435 ta yig'dik. Mana shunday holatda bundan ishlaysizlar, bunda maksimalniy harakat qilsanglar, masalan, bir kunning o'zida ham masalan 1490 qilib yuborasizlar, chunki hozirda o'zi masalan 30 taga yaqin o'sha tanga ishlab qo'ydik. Minimalka 1490 bu juda ham yaxshi yechib olish uchun bemalol harakat qilsanglar bo'ladi. Yuzlaringiz 100% 24 soat ichida chiqarib beradi. Men bu haqida holi video qilaman, ya'ni ikkinchi qism video bo'lmaydi. Ya'ni Instagram sahifamga joylayman. Ustiga bitta cho'tki shorts qo'yib muzika qo'yib, shuni normal rekka chiqadi. Yuzga tashlab bergan haqida videosini ko'rsatib beraman. Chunki men shu paytgacha chiqargan videolarning hamma isbotlarini Instagram sahifamga joylab boraman yoki Telegram storiyaga qo'yib boraman. Mana shunday holatda ishlaysizlar. Bilaman, men uje buni yig'ib qo'yimcha sizlar bu videoni ko'rishlaringiz uje gidetda bir kun o'zida yig'ib qo'yasizlar. Videosini men oldin ham chiqarib qo'yasizlar. 100 chiqarishni aytib o'tib ketaman do'stlar. Hozir qaranglar. Mana bu yerda 1490 yig'dilar, to'g'rimi? Yiqqaningizdan keyin bu yerda ustiga bosasizlar. Ustiga bosasizlar, bosganingizdan so'ng esa sizlarga mana bu yerda ID so'raydi. ID'siga shu ID'ni kiritasizlar, bu yerda konferensni bosasizlar va 24 soat kuch holatga o'tadi deydi. 24 soat ichida yuzingizga tashab beradi do'stlar. Mana shunday holat do'stlar. Bugungi video shunday bo'ldi. Video yoqqanmasa videomizga maksimal like, обязательно programmani ishlatib ko'ringlar va 100% tashab beradi. Siz ishlatib ko'ringlar va 100 ni chiqarib ko'ringlar. Agar tushishi bilan 100 kommentariyaga izohingizni qoldirib o'tib ketinglar. 100% to'lab beradi. Men oldin aytib o'tganim, chunki bu programma aytib o'tganimdek oldinda, ya'ni 2 yil ishlab kelmoqda va 100% hozirgacha ham 100 larda to'lab bermoqda. Xudo xolasa men aytganimdek shu 100 ni chiqaraman va Instagram sahifamizga joylab qo'yaman. O'tib obuna qiling yoki Telegram sahifamizga. Sizlar bilan yaqindan qancha Abbos Lukas kanali bo'ldik. Keyingi videolarcha ko'rishguncha xayr do'stlar.